uchun hozir yuzimni yarmini bo'lib oldim. Yarmiga men aknelarim bor tarafiga premium kачестводagi kosmetikalardan meykap qilib ko'rsataman. Bu yarmiga esa bo'lib budjetniy kosmetikalardan meykap qilib ko'rsataman. Tayyormisizlar? Boshlaymiz. Biz baza ishlatamiz. Chanel bazasi premium. Ya'ni gumma xiyonat qilmaganman bazada. Budjetniy variantdagi baza. Men birinchi marta ishlatyapman. Obid qilib kelayotgan Melani'da. Bilmas edim. O'zim uchun ham yengil bo'lyapti Melani. Eski ishlatamiz. Pen brendi. Bazasini surganman. Ko'ryapsizlar, farqi mana. Как типа тоналка эффект beradi bu. Endi budjetniy variantda round lab SPF-ni surib ko'ramiz. Round labchi qanaqadir hozir oxirgi surib ishlatamiz. Типа yumshoq ekan round lab ham bor. Men как aytganimdek toналка effekt berganim uchun уже aviananaqasi bor. Bu уже yuzimga singib ketdi. Bu ham ayin ekan. Installadim plotniy toналка. Yuzda shunaqa zo'r stoksi baland zo'r tur beradi. Bu sponjimizni ham bilasizlar. Nomer 1 hit bu ham bizda uchadi bu. Ana ketadi. Wow, ko'rasizlar. Premium zonamizga hech narsa yo'q.